Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Gapni cho'zmayman, tomosha qiling. Bu videoni albatta Alo taksi ishlaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Manzarani ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda 12:21 da o'rni kattaligini men sizlarga hozir isbotlab beraman. Alo taksida deyarli 1 yildan beri ishlab kelyapman. Oxirgi paytlarga ko'p blokirovka qiladigan bo'lgan. Bu blokirovkasi yetmaganida yana 30 mingdan shtraf qiladigan bo'lgan. Yana blokirovkasi 3 kunlik bo'lgan. To'g'risi men sherim keldi. Men to'g'ri ishlashga harakat qilyapman Alo taksi bilan. Alo taksi oxiri xilomga keldi, to'g'risini aytaveray sizlarga. Sababi bunday. Kechasi soat shu 8:30-9 larga men uyga qarab kirib boryapman. Uyga kirdim. Hali choy ichganim ham yo'qdi, zakaz tushdi. Men aytdim, "Qamayli, kel shuni olib tashlab qo'yay" dedim. Klientni oldim, klientga telefon qildim. "Qayerdasiz?" desam, "Falon joydaman." "Bo'pti aka, bu minutlarda boraman" dedim. Klient "Mayli, kelavering, kutaman" deyapti. Keyin men shu 10 minutlarda kirib boryapman. Zakazga shu adresga kelin degan joyda kelinni bosaman desam, zakaz atmana bo'lib, akkaunt blokirovka bo'lyapti. Klientga telefon qildim, klient telefonni ko'tarmayapti. Dispetcherga telefon qilsam, "Men blokirovka qilganim yo'q, bu avtomatik bo'ladi" deb quloqqa lavshaylayapti. Ofisga boring, ofis ochib beradi. Do'stonga telefon qildim, do'ston telefonni ko'tarmaydi. Ertasi kuni ofisga bordim. Klient bilan gaplashtirdim dispetcherda. Klient aytayapti, "Men shoshilayotgandim" deyapti, "boshqa mashina bilan ketib bordim" deyapti. Men u yerdan 10 minut yo'l yurib buni oldiga kelyapman. U ketib qolyapti. Bonus olishni o'rniga meni akkauntim blokirovka bo'lyapti. Yana 30 ming shtraf. Mayli, men narishini qilgan bo'lsam ham shtraf qilib olsa mayli. Narishini qilmasdan ham 2-3 marta hozir oxirgi paytlarga mana shunaqa ko'p bo'lyapti-da. Unisi ham dispetcher ham eshitish xohlamayapti. Do'ston ham eshitish xohlamayapti. Dispetcher do'ston gapsiz biron ish qila olmaydi. Do'ston telefonni ko'tarmaydi. Bu qanaqa ish bo'ldi? Bu qanaqa вообще bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Men misol uchun shu onlayn taksiga men hozir realniy bo'layotgan kunini aytaman. Agar narishini qilsam, onlayn taksi meni 5 ming jarima qiladi. Joyiga problem hal qilib beradi. 15 minut blokirovkasi bor. Agar shunaqa narishini bo'ladigan bo'lsa, bu Alo taksi вообще o'tkazib yuboryapti-da, xilomga kelyapti-da mana shu qilayotgan ishlari. Bu tuzilga turish emas, bu qilayotgan ishlari вообще to'g'ri kelmasligida. Chunki men taksida ishlab yetkazib bo'lmaydi hamma narsaga. Mana gaz bor, benzini bor, baloni bor, motori bor, boshqa o'zi klientlarni o'zidan ham pul olish bir qiyin bo'lib qolyapti. Nechta klient ham kidala qilib yubordi. Buni kompensatsiya qilib bera olmaydi Alo taksi. Faqat olishni bilyapti-da, faqat olishni. Qanday qilib bo'lsa ham olish, yo klientdan, yo sizdan, shu nimadir qilib bo'lsa ham olishni bilyapti. Bunaqa bo'lmaydi. Men onlayn taksidan o'rgansan Alo taksi. Boryapmiz, klient zakazni atib qilyaptimi, ketib qolyaptimi yoki bormaydigan bo'lib qolyaptimi? Bizga bonus sifatida 5 ming so'm pul tashab beryapti. Bular-ku tashab bermaydi, lekin faqat shu jarima qilib olishni bilyapti. Endi xafa bo'lmasin. Alo taksining kattasi ham, boshqasi ham, men ularga hech qanday g'arazli joyim yo'q edi, prosta qilayotgan ishlari oxiri men sherimga keldi. Men ularni qanchadan-qancha shu reklama qilib boryaptim. Yaxshigina, men shu yaxshi, misol uchun narx-navolar yaxshi, muomalalari chotki deb kelyaptim. Endi bundan buyog'iga bunaqa qilib bo'lmaydi. Ishlab bo'lmaydi Alo taksida, to'g'rirog'ini aytadigan bo'lsam. Shu bitta zakaz bersin, ikkita zakaz bersin, shu onlayn taksidan qolmay. Shu boraman, zakaz atkaz bo'lsa, bonusimni olaman. Bo'lmasam shu onlayn taksini o'zi bilan konkretni ishlayapman. Bitta emas, mening ikkita akkauntim bor. Borayotgan joyimda yana bitta zakaz olib qo'yaman. Chunki onlayn taksida ham, Alo taksida ham borayotgan joyingizga zaryani zakaz bermaydi, zakazingiz bor bo'la turib. O'shaning uchun azizlar, men shunaqa ishlashga to'g'ri kelyapti. Alo taksi bilan вообще ishlamayman. Sizlar ishlamanglar demayman, ishlasang ishlayveringlar. Bunaqa nimalari, pravilalari вообще to'g'ri kelmaydi. Men bu bilan sudlashsam ham, Alo taksi bilan sudlashsam ham, prosta ketgan vaqtim qoladi xolos. Mana shunaqa azizlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.